Siz uchun eng go'zal ayol kim? Men uchun eng go'zal ayol onam birinchi o'rinda, dadammi? Ayollar. Telefonimni yangi kecha oldim. Bor. Telefonimni yangi oldim. Hali hech narsa yo'q. Assalomu alaykum. Siz uchun eng go'zal ayol kim? Men uchun albatta bu onam. Men onajonim. Uchun eng yaxshi ko'rgan ayol kim? Onam. Siz uchun eng go'zal ayol kim? Men uchun eng go'zal ayol onajonim. Rasmi bor. Siz uchun eng go'zal ayol kim? O'zim onam. Suratini ko'rsating. Telefonimda yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz uchun eng go'zal ayol kim? Men uchun eng go'zal ayol onam. Kim uchun eng go'zal ayol kim? Men uchun eng go'zal ayol o'zi ajabim mehribonım. Siz dunyoda eng go'zal ayol kim deb savol bergan. Dunyoda eng go'zal ayol bu meni onam. Hop, shuni onangizni surati bormi telefonda ko'rsatasiz? Bor. Qani? Orqadagi solda. Siz uchun eng go'zal ayol kim? Men uchun eng go'zal ayol bu mening onam. Surat bor. Ko'rsat. Siz uchun eng go'zal ayol kim? Men uchun eng go'zal ayol bu meni onam. Assalomu alaykum. Siz uchun eng go'zal ayol kim? Men uchun eng go'zal ayol onam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz o'g'lim? Ha, Kim eng go'zal ayol kim? dunyodami? Ha, dunyoda eng go'zal ayol mening onam. Assalomu alaykum. Siz uchun eng go'zal ayol. Men uchun eng go'zal ayol bu onalar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sabina, yaxshimisan? Yaxshiman. Siz uchun eng go'zal ayol kim? Men uchun eng go'zal, nafaqat men uchun, hamma uchun eng go'zal ayol bu uning onasi. Seni ham onang eng chiroylimi? Rahmat. Rasmi bor. Biladingmi? Men onam.